Hello, a lot of people, and welcome back to my education blog one more time. Today, let's talk about the difference among work as, work for, and work in. Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan work for, work as va work in degan so'z birikmalarini farqlarini ko'rib chiqamiz. Avvalo keling ularni tarjimalaridan boshlaymiz. Work for bu birorta bir kompaniyaga yoki birorta bir kishiga ishlamoq. Work as sifatida yoki bo'lib ishlamoq. Ya'ni bu yerda demak biz kasblarni aytsak bo'ladi. O'qituvchi bo'lib ishlayman yoki bo'lmasam kosib bo'lib ishlayman, menejer bo'lib ishlayman va hokazo. Work in esa birorta bir joy yoki bo'lmasa davlatni nomini demak qo'yib ishlatamiz. Masalan, kimnidir qaysi bir davlat yoki shaharda ishlashni aytmoqchi bo'lsangiz, work in so'zini, ya'ni so'z birikmasini ishlatganimiz ma'qul. Bu uchala so'z birikmasini ishlatganimizda albatta bizga signal, ya'ni expectation, kutilma so'zlar bor oxirida va bizga ajratishimizga yordam beradi, ya'ni farqlarini. Masalan, aytaylik, work for ni olaylik. Work for ni eshitganimizda yoki ishlatmoqchi bo'lganimizda albatta kompaniya nomi yoki birorta bir shaxsning nomini kutsak bo'ladi gapning oxirida. Masalan, I work for a big company in the United States. Yoki bo'lmasa, my cousin works for Microsoft in the US. Endi work is esa demak asosan work isdan keyin kutilmamiz, ya'ni expectationimiz bizda kasblar bo'ladi, ya'ni professions. Keling bunga ham gap tuzib olamiz. My friend works as an English teacher. Mening do'stim ingliz tili o'qituvchisi bo'lib ishlaydi. And his name is Nozimjon. Uning ismi Nozimjon. Before I came to Dubai, I worked as a butler and receptionist in Maldives. Endi work in haqida gapiradigan bo'lsam, bunda ma'lumot birozgina ko'proq. Masalan, avval aytganimdek, work in so'zini oxirida, demak bu frazani ishlatganimizda davlat yoki shahar nomini kutamiz. Masalan, qayerda ishlashimizni aytamiz. For example, after working a very long time in the United States, I moved to London. Amerika Qo'shma Shtatlarida uzoq ishlagandan so'ng, demak Londonga ko'chib o'tdim. Work inni yana biz kunning 3 ta qismi ertalabda, tush paytida va kech paytda deganimizda bu frazani work in frazasini ishlatganimiz ma'qul. Masalan, aytaylik, mening qo'shnim ertalabda ishlaydi. My neighbor works in the morning. Mening amakivachcham obed paytida ishlaydi. My cousin works in the afternoon. Va mening dadam kech paytda ishlaydi demoqchi bo'lsangiz, my father works in the evening. Juda ham oson. Demak, oddiy 1 minut yoki 2 minut vaqt ketadi. Bu oddiy holat. Demak, bularni ajratib olish juda ham oson. Faqatgina biz ko'p holatlarda e'tibor bermaymiz va ozgina e'tiborli bo'lsak, ingliz tilida gaplar tuzish juda ham oson. Siz o'ylaganingizdan ancha oson. Next example. You don't have to be born a rich person to work in a prestigious company in Dubai.